kambag'al mard bola deyshadi. Ko'p guvoh bo'lganman buni ham. Bir yigit o'ylanyotdi, ustachilik qilardi. Qoratosh to'yxonasi bor. O'sha yerda to'yga aytib keldi meni. Aka, men sizga niyat qilganman dedi. To'yimda xizmat qilaylik, men o'zim mashina chirtadigan ustaman dedi. Bo'ldi dedim. Kim o'tkazadi to'yini? Dejur kim bo'ladi desam, o'zimizdan mahalladagi Nig'mat ekamdi, Rashid Qoriqov shogirdi Nig'mat. Lekin aka rasa Abdulla Qurbonov orzu qilardim, hech anaqa qilolmayman, pul yig'olmayman dedi. Abdulla Qurbonov go'zal yorimi hit bo'lgan payti, bomba bo'lgan payti. Rasa anaqa olmay, hech yig'olmayman dedi, nasib dedi. Aytolmay ekanman, o'zingiz o'tkazib berasizlar dedim. Aytdi, bo'ldi dedim. To'y boshlandi, to'y bo'tdi. Bir payt Abdulla Qurbon tapib yugurib kirib qoldi. Men aytdim, "Hakku bola topdi" deb pullar dedim. Malades dedim niyatiga. Bitta go'zal yorimni aytdi-da, tapir-tupur yana chiqib ketdi. Abdulla Qurbon rahmatli akasi nabi. Nabi dedim, "Ne bitta aytib ketasanlar? Pulni olgandan keyin aytmaysanmi?" desam, kuldi-da, "Aka, to'yxona adashtirib qo'yamiz" dedi. Nasibda bu bolaga. Imенно o'sha ashulasini yaxshi ko'rgan, kirib bitta go'zal yorimni aytib chiqib ketdi.